Mana yumaletni tashashdi abelenni. Öyle. 2017-yilda mazkur yer maydoni tadbirkorga tanlov asosida ajratilgan. Loyihaga ko'ra bu yerda 2 qavatli bino qurilishi va yangi ish o'rinlari yaratilishi va'da qilingan edi. Biroq bugungi kunda vaziyat mutlaqo boshqacha ko'rinish olgan. Loyihalarni tanlovda o'sha 5 ta ish o'rini nimasiga 2 etajli bino quraman deganlar. Lekin u auksionda tanlovda nima qilingan loyihaning o'rniga 1 etajli qilib olganlar. Lekin o'sha auksionda tanlovda yutgan loyihalari kengashda tasdiqlangan. Hozirgi loyihalari esa tasdiqlanmagan. Lekin qo'ni qo'shnilar o'sha loyihada ham qo'ni qo'shnilarning roziligi bo'lishi kerak ekan. Biz o'sha huquqiy so'rab bilib, shuni o'rganib aniqlik kiritdik. Lekin hozirgacha o'sha qurilish bo'limi yo kadastrdan bizga shularga bir chora ko'rib, bizga nima qilib yechim qilib bermadi cho'qacha. Fuqarolar va tadbirkorlarning aytishicha, ushbu hudud avval yuk avtomobillari uchun vaqtinchalik saqlash va to'xtash joyi sifatida xizmat qilgan. Mana shu joy o'sha tadbirkorlarni furalarda yuk kelsa, shu qaytib oladigan joyida mashinalarni. Buni men videosini beraman, sizlarga uni ham qo'yasiz. Rosa nima joy. Bitta endi tadbirkorlar 10 ta tadbirkorga bitta kattaroq yuklar kelganda ko'chani u yoq bu yoqqa turib turadi. Haliga bitta yuk tushirgani ham bolalar 5 soat 6 soat fura tushiradi-da. Ko'chani to'sib qo'yadi agar bunaqa kengroq chekka joylarga mashinalar to'xtab turmasa, ko'chamiz o'zimiz ham yura olmaydigan darajaga kelib qoladi. Qurilish boshlangandan buyon esa mahalla aholisi va tadbirkorlar tomonidan e'tirozlar bildirilib, masala sudgacha yetib borgan. Eng qizig'i, nizo sudda ko'rib chiqilayotgan bir paytida qurilish egasi kadastr hujjatlarining ham rasmiylashtirib olgani haqida ma'lumotlar aytishmoqda. Paytda kadastr organlari ham juda katta adashmovchilik qilishdi. Shu sud organlarida o'zlarining pozitsiyalarida turib, bitta xat bilan Vazirlar Mahkamasini Falon sonli 1060 nimasi bo'yicha deb turib sudlarga murojaat qilib, xat bilan murojaat qilib, bu yerdagi nizo paytida umuman harakat olib bo'lmaydi, kadastr harakatini tashkillashtirib bo'lmaydi, xat bilan yurdida 3 yildagi qanaqa bosim bo'ldimi, qanaqa qonun kelib chiqdi ularga, yo prokuratura organlari birorta nima top berdim ularga yo'l, agar o'sha kadastrni bularni 20 jildida davlat ro'yxatdan o'tkazganda yerni haligini keltirish kerak aslida. Mana u qonunni mana shu bo'limiga qarab biz masalan rasmiylashtirib berganmiz deyish kerak. 3 yil davomida o'zini pozitsiyasida turdi. Keyin endi qanaqa asosga lanib turib buni davlat ro'yxatdan o'tkazib berganini bilmayman. U paytda 2021-yil 20-oktyabr yutuq manda bo'lgan. Axir huquqiy nizolar to'liq hal etilmasdan turib, bunday hujjatlar qanday asosda rasmiylashtiriladi? Yana bir muhim jihat, tanlovda tasdiqlangan 2 qavatli loyiha o'rniga bugun tasdiqlanmagan boshqa bir qavatli loyiha asosida qurilish ishlari olib borilayotgani aytilmoqda. Dastlabki loyiha hujjatlarida o'sha 2 qavatli loyiha qilgan ekansiz. Undan keyingi 2 marotaba loyiha hujjatlari qilgan ekansizlar. Ikkalasini ham hozirga qadar nima uchun tasdiqlatmagansiz? Zo'ravonlik qilsam tasdiqlab bergan. Yoki bo'lsa menda qilganingiz bor ekan. Manda qaykan deydigan bo'lsa, men o'sha narsani qildirib kelaman. Men nima qilib boradigan bo'lsam, menga asosan qasddan qarshilik qilib, mana shu ruxsatni shu mana qurilish bo'limidagida. Mana shunday qanaqa qilib rad qilib berdi. O'sha 200 sonlik qaror o'sha ko'rsatilgan, o'sha 3-bobida ko'rsatilganligini o'sha ko'rsatilgan banddagi 2 band pastga tushadigan bo'lsa, 2 xat bo'shlik agar yer davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lsa rad etish mumkin emas degan joyini ko'rib olib ko'rardi. Lekin shunga ham qo'rqmasdan o'sha meni rad qilib beradi arizamdan. Arizamni rad qilib bersa, men qonuniy murojaatlarimga to'g'ri javob bermasa, men qanaqa qilib maqsadimga yetaman? Tushunarli. Qarang, hozir siz qurilish bo'limi rad etyapti deyapsiz-ku. Qurilish bo'limi rad etayotgan bo'lsangiz, 285-sonli qaror talablaridan chiqqan holatingizda mazkur qurib bo'layotgan qurilish obyektingiz uchun jarima solish kerak-da. Yo'q.
kechirib qo'yasiz. Loyihangiz tasdiqlanmaganda. Loyiham tasdiqlangan. Yangi Bu ham- loyihangiz. yangi loyiham tasdiqlanmagan bo'lsa, men qurilish qilgan bo'lsam, meni qizil chizig'im ichida u davlat o'sha fuqarolik kodeksining 212-moddasi bor. 212-moddasi o'sha qurilgan yerni albatta buzdirish emas, iloji boricha saqlab qolish uchun harakat qiladi. Agar hech qanaqangi o'sha ramkaga tushmaydigan holat bo'lgandagina buzdirishga beradi. Men qurib quradigan bo'lsam, meni nomim turib, men solig'ini to'lagan bo'ladigan bo'lsam, davlat mulki hisoblanadi. Bizga video ko'rsatishdi o'sha holatinglar bo'yicha. Siz aytyapsiz, zo'ravonlik qilib egallab olish bo'ladigan bo'lsa, bir qaysidir qaror deyapsiz. Siz bu yerda o'sha ketmonlar bilan siz mana joydan qiling deganni quylagan videolaringiz bor ekan. U qanaqa zo'ravonlikka kiradimi yo Ma'muriy kodeksning 19-moddasi bor. Agar siz chizig'ingizga yoki undan bizga bostirib kiradigan bo'lsa, o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. O'shanda qonun bilanmi yo zo'ravonlik bilanmi? siz quloq solib turing. Endi Yo, shu savolim berib olyapman. Qonun bilanmi yo zo'ravonlik bilanmi o'zingiz himoya qilishingiz? o'zingiz zaruriy himoya deyilgan o'shanda. Yo, o'sha qaysisi qonuniymi yoki zo'ravonlik bilan? Zaruriy himoya. U vaqtda qanaqa holat bo'ladi, qanday Videoda ko'rdik, ichki ishlar xodimi ham turibdi. Hech kim hech qanaqa sizga ta'zyiq o'tkazmayapti, To'g'ri. hujum ham qilmayapti, lekin siz ketmonlar bilan quyulyapsiz. Shu qay darajada to'g'ri? Bu sochingizdan tirnog'ingizgacha menga yomonlik qilishga moslashib kelibsiz-da, o'sha bundan chiqdi. Bu meni qizil chizig'imga bostirib kirib, meni apalkalarim tiyib yuborib, mana bu narsalarni boshqa qilib yuboradigan bo'lsa, men indamay turishim kerakmi? Yo, biz ko'rganimiz. Siz ko'rganingiz to'g'ri ko'rsating. Video bo'lsa siz ham ko'rsating. Men videosi bilan shu ichki ishlar hammasi turibdi. Ichki ishlar ham shu kalishini so'dirgan kampirdak nimasini qilolmay, ishini oxiriga yetmay so'dirab yuribdi. O'sha meni qizil chizig'imga bostirib kirganligi, apalkonni qo'ygan apalkamni zo'ravonlik qilib buzib tashlaganlari hammasiga o'sha videosi bilan berilgan. Arxitektura sohasi mas'ullari tasdiqlanmagan loyiha asosida qurilish olib borilayotganiga qanday huquqiy baho beradi? 285-sonli qaror bo'yicha belgilangan tartib bo'yicha qurilishlarni amalga oshirmagan, sababi u paytda 2 etajli qilib belgilangan bo'lsa, 1 etajli qilib qurgan. Buni sababi mazkur qurilish jarayonida mana fuqaro chegaradoshlar o'rtasida nizo kelib chiqqanda, shu nizoni hal qilish masalasida 1 etajli qilib qurgan. 1 etajli qurishda o'sha tomonlar nizo sababli deyapsiz-ku. Tomonlarning o'zaro roziligi bilan o'zgartiriladimi loyihani yokida agar nizoni sabab qilib o'laroq ko'rsatsak-da? Yo'q, u nizo sabab bir qavat qo'yib qo'yapti-da, bu loyihadan chiqyapti 285 talablarida. to'g'ri. Agar bu ma'lumotlar haqiqatiga to'g'ri kelsa, nega vakolatli idoralar hozirgacha qonuniy chora ko'rmagan? Sizlarga fuqaro murojaat qilsa o'sha talablar tomonidan, qarama-qarshi tarafdan bu tomondan sizga yokida o'sha qurilish bo'limiga murojaat qilsa, Qurilish boshqarmasiga, bu binoni shu qurayotgan tadbirkor deylik, tadbirkorga sudga bera olasizlarmi? Talab bo'yicha. Tegishli norma qoidalarni buzsa 200-sonli qaror chiqqan. 200-sonli qarorga zid ravishda qurilishlarni amalga oshirsa beramiz. Hozirda qurilgan qurilish qanchalik zid? Bu qurilish ro'yxatdan o'tmagan, qaysi yilda qurilganiga qarab, u qaror chiqqandan keyin o'zini muddati bor, apoziyani muddati 1 yil degan, 285 da qaror muddatini belgilanmagan bu joyda. Shu bo'yicha qurilishlarni o'zi mana yangidan qurilish ishlarini amalga oshirildi. Endi 2023-yilda amalga oshirilganda yangidan 3 yil bo'ldi-da bunga. Unga sud baho bersin. Bu tartib 192-sonli qaror 2024-yilda, 2025-yilda chiqqan. 2026-yilda ham o'sha qarama-qarshi tomonidan sizlarga murojaat qilinganda nega kelib turib 3 yil davomida bu qurilish noqonuniyligi bo'yicha bir xatti harakat qilmagansiz? Uni qurilishni nazorat qilish o'zini inspeksiyasi bor. Shu nazorat qiladi, qurilish boshqarmasi emas. U o'zini vakolatli doirasida hamma murojaat. Endi bizga o'tdi bu, qurilish boshqarmasiga o'tdi. Bu nazorat qilish 192-sonli qarorga asosan o'zini hududida ham loyihasiz, ruxsatnomasiz qurilishlarni amalga oshirsa, belgilangan tartib qurilishni to'xtatib, jarima belgilanib, yer maydoni bo'shatib qo'yiladi. Keyin boshqatdan noldan boshlanadi hamma hujjatlar. Bu holatlarga sanitariya epidemiologiya xizmati mutaxassislari qanday munosabat bildiradi? Bir devor masofa tashkil etib, ushbu me'yorni 3-band talabiga mos kelmaganligi to'g'risida biz tegishli o'z xulosamizni berganmiz. Ushbu ishlab chiqarish uchun tayyorlangan milliy hunarmandchilik uchun ishlab chiqarish uchun tayyorlangan obyekt qurilishi
amaldagi sanitariya me'yoriy qoida 0350/17 talabiga mos kelmagan holatda qurilish ishlarini boshlab yuborishgan, tegishli tashkilotlar xulosasini olmagan holda. Shu 3-bandi degani necha metr masofa nazorat tutadi? 3-bandida aholi yashash xonadoniga nisbatan 50 metr sanitariya himoya mintaqa belgilangan bo'lishi kerak edi. Bu kishi bir devor holatda qurilishni boshlab yuborishgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari yong'in va boshqa xavfsizlik talablari qay darajada bajarilgani haqida qanday izoh berishadi? Mazkur qurilishimiz endi hozir qurilayotgan savdo do'konimiz ustaxona binosi ko'rib turganingizda mana o'zingni ham o'rganib chiqdinglar. Hop, ichki qismi asosan xom g'ishtdan urilgan. Hop, tom qismida yog'och konstruksiyalar ishlatilyapti. Bu holatda 3-4 tikka tegorlarga tortib qoladi. Necha metr himoya mintaqasi bo'lishi kerak shunda? Endi bundan ko'rinib turibdiki, shu masofa hop 10-15 metr masofaga uzayib ketishiga sabab bo'ladi. Orasida masofa bo'lishi Masofa kerak. saqlanishi lozim. Demak, hozir bu talabga javob bermaydi. Hozirgi holatda talabga javob bermaydi. Fuqarolarning ta'kidlashicha, qurilish ishlari ularning e'tirozlariga qaramasdan davom ettirilmoqda. Endi esa barcha nigohlar viloyat arxitektura, kadastr va prokuratura idoralariga qaratilgan. Umid qilamizki, mutasaddi tashkilotlar ushbu holatning har tomonlama qonun doirasida o'rganib, jamoatchilikning qiziqtirayotgan savollarga aniq javob beradi. Biz esa ushbu mavzuning kuzatishda davom etamiz.